Vallahi sen şimdi o Bo'ldi. Hasan. Turibdi. Keling. Mana egasi qani? Mana egasi, mana. Yana. Sal kattaroq ochinglar. Sal keyin oling. Kattaroq ochinglar. Ko'ryaptimi? Oling. Mashallah. Aka, yomon aytmadilar. Bo'ldi, mana shu yerdaman. Berendi aka. Bu mehmonlarga bermasiz bo'lmaydi endi. Bir marta keldi. Hozir aytda gaplashdik. Bitta vodiydan qo'chqor olib ketay dedingiz-da, to'g'risida mana. Keldi mana mehmonlarni hurmatiga. Xuddi. Shu qo'chqorni ber deb 3 kishi keldi. Ber deb keldi. O'zim 5 ga beraman dedi. Yo'q, 3000 yaxshi so'radi endi. Buni bunday degani nima bo'lyapti? Mehmonlar to'xtang. Siz bitta shtatda mardlik qiling, 3000 dollarga chiroq bo'ling. Bering aka. Yo'q. Xo'p deng. Gapni oling, siz bitta to'xtang. Yo Farg'onada, yo Namanganda bo'lsa bo'laveradi. Eshingiz tagida turib so'rayapti-da bu bola endi atay mehmon Toshkentdan bo'ldi. Siz gapirmasangiz bo'lmayapti, demayaptilar. Mana titroq qo'ying. Qani qo'y. Gapiring, sal orani ochinglar. Aka, 3000 mana naqd saninglar. Hozir beriladi joyida, aka. Bering. Yomon pul aytilmayapti. Nasiya emas, bir oy emas, 10 kun emas. Bering. Aka? Bo'ldi. 3000 dollar azgina. Xo'p deshayapti, mardlik qiling. Aka qarang. Rasm endi yo'liga bor aka. 200 o't bera olmayman aka. Yo'q. Aka. Yo'q, nech puldan 200 o't beradi? 3000 dan. Aka. Odam odam. Ora ochib olsa bo'lardi. Ho'p, mardlik qilib, aka, to'g'ri. Demang endi. Bu shu yo'nalishda mana qo'chqorlar oladi. 3000 dollar olib, xolisini so'yadilar, xolisini boqadi. Yomon pul aytmadi. Boqishni ham. Qo'chqoringiz polvon ekan. Gap yo'q, polvon, lekin bering. Bering baraka. To'g'risida. Yo'q, qatta beraman. Aka, qo'shing. Ha, siz qo'shib ko'ring. Yurmayapsiz, Hasan aka. Qo'shing, yuring. Qo'shing. 32 bo'ldi aka. 35 bo'ldi aka. Bering. Ishquvchilar ekan bering. To'xtatdim. Hozir bu yoqdan kelishimizni oldin gaplashdik. 3000 dollarga gaplashdik, olaylik, to'g'ri. 500 dollar yuraydan chiqarib gapirdi. Yurdilar mana. Joninglar bormi? Bering baraka. Yo'q. Hisob yo'q lekin. Bering baraka. Qo'ydik, aylantirib qo'ying. Xotinlarga qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Yo'q. Aytyapti mana, to'g'risida aytsangiz bo'lsa, Biroz gapga. Mana deyman. Toshkentga boring aka siz. Yo'q, bo'ldi gap. Toshkentga 10 kishi bilan boring. Toshkentga borsalar mehmon qiladigan odam bor o'zi. Sheriklari bor. yo'q to'xtang. Ey, qadrdonsizlar. Sherik. Gapirsa ham bu yoqda mehmon bo'lib keldi. O'zing yaxshi bilasan. Hamicha sizdan olib keldi. Ber dedi. Men endi 7-8 ming deyish kerak yo'q edi. Manaqaga beraman o'zingga bo'lsa dedi. 5 ga beraman o'zingga bo'lsa. To'g'rimi? Shu gapda. Desam o'zing gaplashdi. Endi bu real Mehmon hurmatdan besiz berib ishlamayman. Bering. Qo'shgani xijolat bo'lyapti, to'g'risi achchig'im keldi shu. Hop, qancha qo'shsinlar, yana qo'shsinlarmi? Aka, ayting, faqat yuring, aka. Tepadan olib ketyapsiz. Endi Hasanboyga yuring. Siz yuring, berdingiz. Bitta gap gapiraman bu. 43 ga beraman. Ya, maydalashma, sizga yarashmayapti. Yo'q. Gapiryapti. Gapiring. 37 bo'ldi. Yo'q. Aka bering endi qadar. Aka bering. Mana ham eshitdik. 4000 ga. Siz berasiz, men qo'shaman. Qo'y qani? Ana qo'y. 4000 ga baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. Yurimiz boring, iloji bo'lsa.
Jonivor.